bir vaqtda o'zida ham dushovoy kabinasini bajaradi, bundan tashqari bolajonlarni sekin cho'miltirsiz ham bo'ladi. Jakuzi vazifasini ham bajaradi. Qaranglar, ichlarida nima udobstvolar bor. Yaqinroq olib kelsak ko'rsatib beramiz. Qaranglar. So'ng qo'yadigan pastavkalari bor, oyoq masajlari bor. Ya'ni bu masaj qilganda mana bunda aylanib emas, suv bilan masaj qiladi. Shuni masajli deydi. Bundan tashqari orqalaridan ham masaj qiladi. Qaranglar, suvlarni sepib turadi, kontrol qilsangiz bo'ladi. Ichkarida nam bo'lmasligi uchun mana bu yerda vozdux o'zini, ya'ni ventilyatsiya shaftalari ham o'z suv tortib ketadi. Ya'ni havo tortib ketadi. Bundan tashqari bu tomonda suv tushib turadi. Qo'l lekasi ham bor. Qo'l lekasini bemalol yuvib, dedi otaxon, onaxonga olib bersalar, maza qilib, duo qilib ishlatishadi. Bundan tashqari bu tomonda mana xohlasangiz bittasiga shampun, xohlasangiz bittasiga suyuq sovunni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Oynasi bor. Hamma yog'i bor. Xudo xolasa, bexijolat. Qaranglar. Yopilganda ham vakuumli, suv tashqariga chiqib ketmaydi. Bemalol 2 kishi, 3 kishi bemalol sug'uradi. Misol uchun er-xotin bo'ladimi, sal ko'payishganlardan keyin farzandlarni ham cho'miltirsalaring bo'laveradi. Xotirjam maza qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Mana shunaqa uglovoy joyiga qo'yib, mana bunaqangi mebeldan bu tomonga o'rab qo'ysalaring, ya'ni dushovoy kabina borligini ham bilmaydi. Biz hozir Marlon shahridamiz, ya'ni Toshkent ko'rikda oldidamiz. Dastlabki kelishilgan holatda bo'ladi. Barcha viloyatlarga bor, faqat kelishilgan holatda. Bu video ko'pchilikga tarqalishligi uchun like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqangi videolarni ko'rib borasizlar. Buni narxini aytamiz. Bundan tashqari eng arzonlari ham bor. Ya'ni shunday cho'milasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmaysiz mana. Oddiy. Suv tushsa, issiq suv, sovuq suv ulab bas, bo'ldi. Yengil, lug'ki cho'milib bemalol ketaverasiz. Bu hammom emas, bu dushovoy kabina. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti, aka kichkina emasmi? Bir kishi bemalol cho'milib yengil ketaveradi. Uyga qo'yib qo'ysalaring ham, domga qo'yib qo'ysalaring ham bo'laveradi, akalar. To'liq ma'lumotni hozir shu ishning mutaxassisi olamiz. Assalomu alaykum aka. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ko'p gapirib yubormadimmi aka? Xo'p, aka, endi buni maqtardik. Narxi nech pul endi buni aka? Birinchi razmeri 150 ga 150 bo'ladi. Bu 220, buni narxi 9 million 200 ming so'm. 9 million 200 ming so'm. 150 ga 150 bo'ladi. 1,5 ga 1,5. Hamma funksiyasi bor ekan, funksiyasi bor. Hamma funksiyasi bor. O'tkazingizda hammasi ventilator bor, bel masaj, oyoq masaj, hamma funksiyalari bo'ladi. Eng full variantdagi. Oynalari sarg'ayib ketmaydimi buni aka? Yo'q, oynalar kalyonli oyna bo'ladi. O'zini siraysalarda siz sarg'ayib, xunuk bo'lib oqshayib ketmaydi. Endi o'zi bizning suvlar nakib bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shani hisobiga oqarishi mumkin, ketadi lekin stressini nima qilsa, ketadi. xizmat qiladi. Necha kilogacha ko'taradi bu endi aka? Biz polvon akalar bor, polvon uka, opa singillar bor. Endi buni taxminan to'ldirsiz 300-200 litr suv bo'ladi, bemalol 900 kiloga yaqinda beramiz. 900 kiloga ko'taradi. 900 kilo. Taya profil bo'ladi, shpilka bilan. Tayda profil karkas to'qilgan, To'qilgan. O'sha hisobiga sinib ketmaydi. Bir xilda tushadi biz. Endi mabodo sinib ketsa qancha garantiyasi bor buni? Paddoniga 5 yil garantiyasi bor. Paddonning o'ziga 5 yil garantiyasi bor. Zo'r. 9 million qancha? 9 million 200 ming narx. 9 million 200 ming so'm narx. Bunisi aka? O'sha variantimiz aytganingizdek, faqat dushovoyda o'zi. Faqat o'sha yengil cho'milib ketadi, xolos. Bu 90 ga 90 bo'ladi. 90 ga 90. Buni ishlab chiqarilgan. Bu o'zi Xitoydagi, o'zimizda ishlab chiqarilgan. O'zimizda ishlab chiqarilgan. Bunisi qayerda ishlab chiqarilgan? Bu Xitoyda o'ziniki. Xitoyda o'ziniki. Eng arzoni nech pul, eng qimmati nech pul? Eng arzon variantimiz shu 3 million 800 ming. Eng qimmati 90. Eng qimmati 9 million 200 minggacha bor. Endi bundan ham kattaroq deysiz, 12 million 13 milliongacha bor. Bor, Funksiyasi o'zgaradi. Bu tomondagisi ichki ko'rinmaydigan varianti bor ekan. Birga bir Xitoydagi. Birga bir Xitoydagi. Qo'l dushi bor, tepa dushi bor. Bu ham prostoy variant. Bu ham prostoy varianti. Buni narxi 4 million 500 ming. 4 million 500 ming so'm. Oynalari qanaqa buni? Oynalar kalyonli bo'ladi. Hammasini oynasi kalyonli. Kalyonli bo'ladi, ha. Zo'r, bir-biriga magnitli bo'lar ekan. Shtoba haligi bitta yopganingizda suv ichib ketib qolmaydi. Zo'r. 90 ga 90 deysizmi? Birga bir. Birga bir bu. Bu tomonda ham yana bor ekan. Bu vannali variantimiz kichikroq, 90 ga 90. Vannali varianti kichikroq. Kichikroq. Buni ham ichida tahorat gusaylari bor, polka, ko'zguyayni. Oynasi. Hamma qulayligi bor. Qo'l legasi. Bu ventilyator bo'lmasa bo'lmaydi aka. To'g'rimi? Ichkarida chunki nam havo bo'lgandan keyin buni namini olib chiqib ketgani, ulab qo'yadigan bo'lsa tortib ketadi. Tortib ketadi. Zo'r. Nech pul buni narxi? 4 million 300 ming so'm bu aka. 4 million 300 ming so'm, 90 ga 90 bo'ladi. 90 ga 90. Endi birga bir variantimiz mana bunisi bor, lyuksi. Birga bir varianti. Sveta ventilyator kanonkasi bor. Kanonkani eshitib bits qilib olib, sekin. Endi asosiy svet ventilyator hisobiga o'sha kanonkaga qo'shib qo'ygan. Kerakli narsasi svet bilan ventilyator.
Ha. Bel massaji bor keyin. O'sha suv chiqadi, napor bilan bo'ladi bu. Napor bilan, Hammasi suv napor bilan, kerak. faqat suv bilan chiqadi. Hali massaj deganda yana hali bir kishi massaj qilib turadi deb o'ylamanglar. Yo orqadan bir narsani aylanib massaj qiladi demaysizlar. Faqat suv bilan massaj qiladi akalar. Endi sizlarga qisqa lo'nda ma'lumot berib o'tyapmiz. Xo'p, buni sal lukslar. Luks bo'ladi, ha. Bu ham o'sha 1 variantimiz, full variant. Birga bir, bu ham sal nimasi bor ekan, Hatto vannali ekan. vannali bo'ladi. Buni Oyoq narxi massaj. 6 million 800 ming. Oyoq massaji, jiddiy milaga joyi, suyuq shampun, xullas tahorat go'sayi, orqadan massaj qiladi, kontroli bor. Bunda bluetooth bor ekan, bunda. Bor Bluetooth. Bluetooth bor ekan, ashula eshitsizlar ham bo'ladi. Demak, kalonkasi ham bor. Hamda qo'llikka bunaqa postavkasi ham bor. Tevada ventilyator, tevadan suv tushadi, chirog'i, hamma yo'q bor. Lekin mashina ham yaxshi ekanligi. Zo'r variant. Kichkinagina. Nech pul bu? 6 million 800 ming. 6 million 8 million. Qayerda ishlab chiqarilgan? Xitoydiki. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Sizda hozir qayerda ishlab chiqarilganlar Xitoyda, bor? O'zbekistonniki, Rossiyaniki. Xitoyda 5 xil varianti bor. Xitoyda 5 xil varianti bor, ha? Bu variantimiz 120 ga bo'ladi. 120. Boshida ko'rganimiz sal kichikroq variant. Lekin buni ham chiqing. Ichi keng bo'lar ekan. Xitoyda bemalol o'sha Banda bolajonlarni cho'miltirib yo otaxonangga, onaxonga olib bersalar, maza qilib uydan uyga yurishaveradi. Bunda ham o'sha Bluetooth qo'llikka hamma yo'q bor ekan. Hamma udobstvasi bor ekan. Bu narxi nech pul endi? Buni narxi 7 million 300 ming. 7 million 300 ming. 7 million 300 ming so'm. Bu ham Xitoyda ishlab Xitoydiki, chiqarilgan. ha, 120 ga 120. Zo'r. Endi hammasini obzor qilamiz desak, to'g'risi vaqt yetmaydi. Iloji boricha endi to'g'risi o'zimga yoqqanini, menimcha sizlarga ham yoqsa kerak, chunki qimmatidan ham arzondan ko'rsatyapmiz. Endi mana bunisi общий luksi. Haqiqatan ham mashina ota-onaga olib bersalaring, maza qilib duo qilishadi, maza qilib ishlatishadi, to'g'rimi? Chiqishga ham udobniy. Chiqishga ham Sidinasi ham bor. Sidinasi adashmasam bu anaqa palma daraxtimi? Shunaqa. Bambuk. Bambuk, a? Bambuk bu suvda ichmaydi, Pishmaydi, hech chiqmaydi, hech chirimaydi. Chirimaydi. Zo'r, mana qaranglar. O'shaning uchun ham bambuk shunaqa qilingan. Va teva qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Oyoq massaj, bel massaj, jiddiy mila, postavka, oyna. Bunda faqat Bluetooth yo'q ekan. Ha, Bluetooth yo'q. Ventilyatorlar, shu nimalari, kontrollarni qilsalar ham bo'ladi. Qo'llikasi bor. Xo'p, bu nech pul aka bu? 8 million 600 ming. 8 million 600 ming so'm. Bo'yi necha edi buni? 220. 220. Hammasini standart 220 dan 230 gacha bo'ylar. Ha, 220 dan 230 gacha. 230 ga odam ham bormi o'zi deng? Uyda nimasini hisobiga bo'ladi bu? O'zi ichi bir xil, 192 metr. Bunisi bor ekan. Bunisi ham kulturliroq, ichi oynali ekan. Polay, o'zini yaxshi ko'radiganlar bor. Shunaqalar uchun. Mana o'zi hamma yo'qda aytmasak ham o'zi ko'rib oldilaring. Akalar. Bu nech pul aka narxi? 7 million 600 ming so'm. Bu ham 7 million 600 ming so'm, ha? Zo'r. Endi bu to'rtburchak kapsulalarchi? Bu To'rtburchaklarimiz bular aslida 1 ga 80 bo'ladi razmeri. 1 ga 80. Bu faqat cho'milish uchun, ha? Boshqa buni nima qilish uchun o'yinlarni chiqarib yubordim, mayli, zarari yo'q. Endi bunisini ko'ramiz. Yonida esa 120 ga 80 bo'ladi. 120 ga 80. 80. Bunda ham o'sha beldan suv urar Beldan ekan. sumkasi bor, tepadan dushi bor, qo'ldan dushi bor. Tepadan. 2 xil funksiyalarga tushadi. Nech pul bu aka? Buni narxi 6 million 200 ming. 6 million 200 ming so'm. Zo'r. Zo'r, to'rtburchak variantida. Bu yondagi lyuks variant o'sha. Endi mana bu oyog'i pastroq bo'lsa, bu o'sha aytganimizdek vannali holati. Mana bu tomonda orqaga qo'yib, sekin bolajonlar cho'miltirsa vanna qilib qo'yib, sekin uydan chiqarmasdan, ha? Zo'r. Foydalansa bo'ladi vanna. Foydalansa bo'ladi mana. Bir tomonda hamma yo'g'i joylashgan. Bir tarafda tevada Valis firmaniki ekan. Narxi nech pul aka buni? 8 million 500 ming. 8 million 500 ming so'm. Endi bu tomonda boshida 120 ga 120 mizni kichikroq variant. 1 ga 1. 1 ga 1 bo'ladi. 1 ga 1 varianti. Bu endi luks ekan, bu hamma ham luks variant. Xitoydiki. 6 million 500 ming narxi buni. 6 million 500 ming so'm. Oh, hamma yo'q bor ekan, buni ham. Hamma yo'q bor. 6 million 500 ming so'm. Bundan tashqari akalar, hamma yo'q bor. Bu nima edi? Bu двухконтурный котел. Двухконтурный котел. Bular рабочийmi? Yangimi? Yo'q, yangi bu. Yangi? Yo'q, bu Valiantlar rабочий, yangisi ham bo'ladi aka. Yangisi ham bor, рабочийsi ham bor, ha? Bular asosan qayerniki aka? Bular asosan bu Valiant firmasiniki, Germaniyaniki. Germaniyaniki, xudo xolasa. Bu tomonda bor mana. Har xillardan bor. Do'kon juda ham katta, kelib bozorlik qilib ketsalar ham bo'ladi. Mana hamma yo'q, unitas, bunitas. Mana juda ko'p. Kelsalar ham yarim soat, 1 soatda ichida chiqib ketishlari qiyin. Hamma yo'q bor. Do'kon juda ham katta. Mana.
tomonda. Hamma yoq bor. Hamma yoq to'g'risi nasoslar bor, suv nasoslari bor. Aristollar bor. Xullas, hamma yoq bor. Mana yosh kattalar uchun tahoratga bu tomonda mana Smesitel qo'yiladi. smesitilni qo'yib qo'ysalaring, bundoq chiqqan bo'ladi. Bemalol yosh katta otaxonlarga bersalaring, tahorat qilib, qiynalishmaydi. Uyda ichiga olib kirib bersalaring ham juda ham yaxshi bo'ladi. Bu tomonda jakuzimi, nima? Jacuzzi. Jakuzilar bular. Mana shular necha pul hozir bo'lsa? Mana shu modellar razmeriga qarab 10 milliondan boshlanadi. Hozir nechaga necha mana shu? 1.35 ga 1.35 ikkita motorli bo'ladi. Necha pul bu? Mashinasi 10 million. 10 million. Bunisi-chi? Yonda esa 11 million 200 ming kattaroq berasiz. 11 million 200 ming sal kattaroq. Bu o'sha Klassika vanna bular, o'tda qo'yilgan vannalar. klassika. Bu haligi to'g'risi manulardan ko'ra, lekin bularda nimasi obro'si yaxshiroq. Sababi tuxumsimon shaklda. Bunda vannani o'zini qabul qilinadi. Faqat vanna bo'ladi. Bunda boshqa rangi ham bormi? Ranglari endi zakaz qilsangiz. Ajoyib, qora, seri, Narda gri ranglari ham moda bo'ldi mashina. Hozir обычный oqlari bor. Ranglarni siz qilib beramiz. Aytsa qilib beriladi. Bulari bor. Nech pul bu? 6,5 million. Buchi? Bu 6 million 900 ming. 6 million 900 ming. O'sha semesitlar bilan. Bunga yaxshi ekan, Chem bunga qaraganda. Mana har xillardan bor akalar, ekranda nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. O'zlaringga yoqqan dushovoyda shuni skrinshot qilib, Telegramdan yozib, menga mashina jo'natib bering deb kelishib, narxini tortishasizlarmi? Menga mashinadan yoqdi deb qilib bersalaring, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Siz o'zingizdan oldim desalaring kifoya. Kanalga obuna bo'lib, like bossangiz tanishmasin. Salomat bo'lasizlar.